berar ham xudodir, olar ham xudo. Qilib bo'ldingmi? Ozgina qoldi aka. Meni ishlarim bor. Mana xizmat haqqing, o'zing bitirib kelib turarsan. Xo'p, rahmat aka, rozi bo'ling. Ro'shan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, tuzumsan? Qani ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi, o'rtoq. Qizimni dorisiga pul yetmay qoldi. Oldingda puling yo'qmidi? Pulim borlikka bor o'rtoq, lekin senga yetarmikan? 100 ming so'mdi. Yetadi, o'rtoq. Qaytaraman. Rahmat. Xo'p, o'rtoq. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Xorma onasi, charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Bugun ishga chiqmadingizmi? Bugun ishga chiqdim. Oldimga Komiljon o'rtog'im keldi. 100 ming so'm pul so'radi. Yo'q deyishga odam hijolat bo'ldi. Adasi, uyda ro'zg'or yo'qligini bilardingiz. Bolalaringizni qorni och. Hattobi 1 kilo piyoz olib kelmadingizmi? Nima beraman hozir bolalarga? Kim? Ro'shan. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom do'stim. Yaxshisan o'rtoq? Tuzumsan, tinchmisan? O'rtoq, shu sen bugun qo'y so'yuvding. Senga ilinib olib keldim, jigar. Shunaqa uzoqdan ovora bo'lib keldingmi? Rizqda endi o'rtoq, nima deysan? Rahmat o'rtoq. Uyga kir, biz qilamiz go'shtni. Xudo xolasa o'rtoq, boshqa safar. Tinch bo'linglar. Xo'p o'rtoq, rahmat. Kim ekan adasi? O'rtog'im kelgan ekan. Qara onasi, bugun sen piyoz yeyish qoluvding, lekin Alloh taqdirimizga go'sht yeyish yozgan ekan. Ma, kerakligini olib qolganda qolganini qo'shnilarga tarqatar. Bugun sen piyoz yeyish qoluvding, lekin Alloh taqdirimizga go'sht yeyish yozgan ekan.